15-maktabda ishlayotganimga 40 yil bo'ldi. 2007-yil kelganman. O'sha paytdan shu maktabda jismoniy tarbiya o'qituvchisi bo'lib ishlayman. Maktabga ishga kelganingizdan boshlab shu kungacha qanaqa ustozlar bilan ishlagansiz? Maktabda kimlar bilan ishlagansiz? Shu haqida gapiramiz. Birinchi kelganda Xudo rahmat qilsin, Noxo'ja akam, Maktub opam, Vali opam, Ro'za opam shu maktablarni qurishga sababchi bo'lgan Noxo'jalar. Ularni hammaligini o'tib ketganlar hammasini Alloh rahmatiga olgan bo'lsin. Hozirgi kunda birga ishlayotganlarimiz Gulbuston opam, mana Hayot Said opam, ingliz tili o'qituvchisi, mehnat o'qituvchisi Malika opam, E'tibor opam, Lutfiya opam, Musharram opam, Nazira opamga hammaliga hayot. Tanjonlari sog' bo'lsin hammaligi. Umrlari uzoq bo'lsin. Bu yerda Said va Moluda bilan birga ishlayapman hozir. Eski o'qituvchilardan. Vali opamizni Nargiza bilan ishlayapman. Mana shular hozir hammaligi birgalikda ishlayapmiz. Bahor ayyomlaringiz muborak bo'lsin. Rahmat. Ularni ham ishlash nasib qilsin. Ularni ham hammaligini bahor ayyomi bilan tabriklayman. Hamma o'quvchilarim bag'rimga bosib qolaman. Umri uzoq bo'lsin. Salomat. Qiziqarli voqealardan eslasak, bir paytda 10-A sinf o'quvchilariga sinf rahbari bo'lganman. Shunda bir kuni men 3 kun boshqa maktabda ishlardim, 3 kun bu yoqqa kelardim. Shunda bir kun kelsam, ertasiga meni o'zimning sinfimning o'quvchilari ko'chada majnuntolli bo'lardi, hovlida, tashqarida. O'sha yerda salqinda o'tirishib, matematika o'qituvchisi bo'lardi, Turdapam degan. O'sha Turdapam "Kiringlar bolalar" deysa, bitta o'quvchim Ziyayev Mo'min degan o'quvchi "Voy Turdapa, ochiq havoda o'tirib dars o'taylik matematika" desa, "Doska yo'q-ku" desalar, "Hozir doskani yes qilamiz" deyishibdi-da. Doskani sinfga kirib ko'chirib, olib chiqib, hovliga qo'yib qo'yishib, matematika darsi o'tishibdi. Shu voqea qiziqarli voqea bo'lgan.